Xudo, kecha majlisda nega meni sharmanda qilding? Hammani ketmoni uchsa-yu, meniki uchmasa. Mustafaqil cho'ponniki ham, Norqo'zi tajayniki ham. Faqat meniki uchmasa. Nega? Nima gunohim bor? Assalomu alaykum rais buva. Voy bachag'arlari. Mana, ya bugun dam olish kuni-yu rais buva. Pastga tush! Dalaga chiq! Ya? Rais ota. Ish. Assalomu alaykum. Salom. Qani ketdik. Ha, sen nega uchmayapsan? Qo'rqaman. Ha, xomush ko'rinish. So'rama. Plan bo'lsa bajarildi, oyliklar oshdi, hamma narsa bor. Lekin baxt yo'q. Nimaga? Ketmonim uchmaydi. Shunga xafamisiz. Hozir to'g'rilaymiz-da. Bilasizmi? Bir sirni aytmoqchiman. Faqat sizga. Ana Abdulajon o'zi ham keldi. Mana ko'rish. Rais otamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom o'g'lim. O'tir. Gapir. Men qarang o'g'lim. Bu qovun chirib qo'yibsiz-ku o'g'lim. Menga nima dedingiz? Qishloqdagi butun ketmonlar uchadi demoqmadingiz? Nega bu rais otamizniki uchmayapti? Ha? Men tushunmay qoldim-ku. Rais buvani ketmoni hech qachon uchmaydi. Qaniga? Tom orqangizga hech mahal yomg'ir ham yog'maydi. Sabzavotlar ham o'smaydi. Abdullajon, yomg'iring ham kerak emas. Xo'p, qolgin o'g'lim. Sabzavotlaring ham kerak emas. Faqatgina ketmonimni uchadigan qilib bergin. Yo'q. Siz hech qachon uchmaysiz. Nega?